Buncha katta bu nimalar bor buni ichida? Toza kanadskiy ikkita saysga pomidor bodring, qazi, indeyka go'shtlarimiz, ketchup, mayonez, hammasi svejiy. Narxi nechi pul buni? 30 ming so'm. Voy, 30 ming? To'g'risini ayting, arzon sasikammi deyman. Toza ikkita kanadskiy saysga qo'shiladi. Hammasi toza deysizmi? Hammasi svejiy toza mahsulot. Nima unaqa arzon? Buni arzonligi xalqqa qulayroq bo'lish uchun, hamyonbop bo'lish uchun arzonroq. Mencha hozir bu ta'mini ko'rib sizga aytaman. Qanday qilishim kerak?